Yo barchalarga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan NoMC. Короче, bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda survival qilamiz. Qanaqa let's go. Va stop. Shuncha payt momazga olib ketdingizmi deyishlar mumkin. Sizlar jijimiyelarga bunaqa gaplar kelishi mumkin. Lekin hozir odam oldimda videoni boshlaymiz. Dam olish deb yaxshiroq aytolmayman ham. Bu videodan asosiy maqsadimiz o'rmon ichida tirik qolish va Nezerga borish kelajakda. Qani bo'lmasam biz daraxt chopib olamiz. Oltita daraxt yetadi deb o'ylayman. Yetmaganini olamiz. Qani bo'lmasam biz shaxta qidirib olg'a. Va mana shaxta. Yo'q, yo'limdan chiqib ketib qoldi. Va biz hozir bu yog'ochlarimizga o'zimizning kerakli instrumentlarimizga yasab olamiz. Verstak, cho'plar, verstakni qo'yib, ichiga kirib, o'zimizga kerakli narsalarni yasab olsak, boshqa bitta ketga ham yetadi. Toshlarni qazib olgach, qolgan instrumentlarimizni toshdan qilib olsak bo'ladi. Sizlar bo'lsa videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, chunki biz yilda oxirigacha 2000 ta obunachi egasi bo'lishimiz kerak. Yaxshilab toshlarni chopib olamiz. Va 11 ta tosh yetsa kerak deb o'ylayman. O'zimizga instrumentlar solaylik. Yelka hamda bolta, lopatka ham yasash kerak hali. Xo'sh, konga qarab kirib ko'ramiz. Kon tupik, hech narsa yo'q va mana bu joyda yaxshigina kon bor ekan. Adashman, bu yerga kelajakda ko'mir to'plab fakel yasab kelishimiz mumkin. Bu yerlardan ham toshlarni kavlab olamiz va qayta bizda tosh muammosi kuzatilmasligi uchun ko'proq qilib olib olganimiz yaxshi. Xo'sh, bo'lmasam yaxshilab toshlarni chopib olamiz. Va aytgandek, bolalar, kimda stream qilsa bo'ladigan YouTube kanal bo'lsa, menga lichkamga yozsin. Telegram lichkamni mana shu videoning описаниесida qoldiraman. Bu yerda lopatka yasash kerak chiqish uchun. Xo'sh, nimaga men hali bu ishni yasamadimmi? Chiqsak. Ikkinchi qismi 5 ta likedan so'ng chiqadi bolalar. Taksida like bosib qo'yinglar. Bu videomizdan maqsadimiz daraxtlarni ko'pgina qilib olib, yaxshilab olish. Va bolalar, birinchi qismimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.